Kuningizni xayrli va barakatli bo'lishini xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir aytgan narsani hayotingizga kiritsangiz, umringizni oxirigacha energiya to'la bo'lib yurasiz. Hech ham charchamaysiz. Boshlagan ishingiz barakali, xayrli bo'ladi. Uyingizga Allohning barakalari yog'ilib turadi. Yon atrofingizdagilar sizga albatta mehribon bo'lib qoladi. Nimani bunda ushlasangiz barakaga aylanib ketadi, ishonavering. Ammo siz har kuni ertalab ko'zingizni ochar ochmasdan, telefonga qaramasdan o'zingiz uchun bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrohmanirrohim deb 7 marotabadan aytsangiz, Allohning go'zal ismi Rahmon va Rahim bo'lgan ismi bilan boshlayapsiz. Qarang, sizga Allohim albatta barakalarni yog'dirib qo'yadi. Yon atrofingizdagilarni sizga mehribon qilib qo'yadi. Chunki siz bismillahirrohmanirrohim deb aytib kuningizni boshladingiz. Hech ham charchamaysiz. Chunki men aytib yuraman, alhamdulillah, faqat energiya to'la bo'lib yuraman. Siz ham hayotingizda o'sha narsani aytishni boshlashingizni maslahat berardim.